Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar, Malibu bir legenda mashinamizda sensorni tashlarni yuvganmiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar, Malibu birimizda shira bosib ketgan. hamma sensor dashlarini tozalayapmiz. Isparitli ichidan Shu chiqayotgan balot moy bo'lib ketgan, turganlari. gaz qo'ygan ekan, gaz bilan Bizda hech kim isparitlarni yuvmaydi. mashinani yaqinda olgan edim, o'zi polni yurishi necha ming bo'lgan deydi, hozir 60 ming oshgan ekan. Hammasini ideal qilib beramiz. Sensor dashlarini hammasini tozalash aylanishi mumkin. Bundan tashqari mana Qimmatroq deysizlar-ku, lekin bu yerda vanstachidan oqayotgan 8 tadan 10 ta, 15 tagacha temirdan dashlar bo'ladi. Hammasini necha bo'lgan endi tashqari kompyuterni diagnostika bilan hammasini yuvib tozalab beramiz. Mana bu sizlardan yana mayda chuydalar chiqishi mumkin. Aksiya libosi turizmga aylanadi bu ishimiz. Lekin mashinani o'zgarishi ancha yaxshi bo'ladi aka. Ancha muncha. Umuman ishilmagan ekanda. Ekirishkilari yo'qolib ketadi. Hamma mashinani tashlarini yuvib tozalaymiz. Kompyuterdan keyingi obzorlarimizni ko'ringlar. Bundan da qiziq narsalarni boshqa turizm bo'ladi.